Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa alyumin antrazit profiliga veranda tayyorlaganmiz. Shartlankalar to'qilgan holatda. Holati juda go'zal holatda chiqdi. Hozir Quva tumaniga qo'ydik bu ishimizni. Ustulari arka fonga o'ralgan har doimgidek. Ustulari katta. Holati shunaqa go'zal holatda chiqdi. Eshiklarida boshqacha shartlanka, romlarida boshqa. Xo'sh, pulini videoda oxirida aytaman. Kimga qiziq bo'lsa, videoda oxirigacha ko'ringlar. Pulini aytamiz, xudo xolasa. Birinchi obzorlarni ko'raylik. Bu yerda romlaridan ikkala chekkasidan forchka ochilgan, tepasida mana. Ko'rishingiz mumkin. Romlardan har bittasidan o'rtadan bittadan ochilgan. Romlari asosan 4 ko'z bo'ldi, o'ziga yarashadigan fasonda bo'ldi. Bitta romimiz 5 ko'zli bo'lgan. Razmeri kattalik hisobiga, lekin xudo xolasa bilinmayapti. Bu yerda bir xilda chiqyapti, go'zal holatda, o'ta go'zal holatda. Tomondan ham, yon tomondan ko'rinishi. Xudo xolasa ravoddan kelgan odam ko'ziga tashlanadigan holatda bo'ldi. Kimga shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki Ustinovka ichida. Shu ruchkalarimi har doimgidek baquvvat ruchkada, originalidan, girovkalari go'zal holatda. Choy qismlari ham xudo xolasa go'zal holatda bo'lgan. Choklari kelgan holatda, mana hali bitta ishlarimizni choy qismini har doim ko'rsatib o'tamiz. Choklari go'zal holatda, asosiy choki bo'ladi alyumin profilida. Xo'sh, endi ichkarida holatini ko'rsatib o'tamiz. Ichkarida podokonniylar yo'q, chunki tashchasi kichkinalik bo'lgan hisobiga podokonniylar qo'yilmadi. Kunni ruchkalari ham go'zal holatda. O'zi ham juda go'zal ochilyapti. Aytib o'tilganda har bittasidan ochiladi. Tashqaridan bemalol ko'rinadi, ichkaridan tashqari bemalol ko'rinadi. Havosi ham juda salqin havo bo'layapti. Anjeli bildiribdi havoni. Go'zal holatda. Bu tomonda ham go'zal holatda. Choklari, choy qismlari ham go'zal holatda. Har doimgidek rezinkalar ham kuni o'zidan bo'lgan rezinkalari. Xo'sh, bu tomonda ham polchkasi bor. Ochilishlari xudo xolasa juda salqin bo'ladi. Havo aylan skvoznoylari. Xo'sh, buni oynasi seriyaga oq paket bo'lgan, 2 qavat. Shotlankamiz o'zingizlar bilasizlar, 2 qavatli bo'ladi. Xo'sh, buni narxi 22.500 ming so'mga qildik. Общий shu yerda ustunlar o'ralgan holatda o'rnatish dastlabki ustunovkalari bilan. Xo'sh, agarda shartlankasi bo'lmaydigan bo'lganda 3,5 million so'm razlika qilardi. Shartlankasiga 3,5 million keldi. Kvadratlari hozirgi kunda har xil tushyapti. Ko'pchilik telefon qiladi, video qo'yganmiz, 500 mingdan boshlanadi degansiz. To'g'ri, 500 ming so'mdan boshlanadi kvadrati. Oddiylari, misol uchun oqlari 500 ming so'mdan boshlanadi. Rangiga qarab ketaveradi. Bunaqa shartlankalar qo'yiladigan bo'lsa, shartlankalar alohida kvadratni ichiga alohida qo'yiladi. Pul qo'shiladi bunga. Shunaqa go'zal holatda shartlankasi ozgina qimmatroq, lekin go'zal chiqadi. Ko'p videolarda ko'rsataman shartlanka qo'yilgan holatlari. Bu go'zal chiqqan, ustilar o'ralgan. Bu yerda bitta ustunimiz tashqarida bo'lib qolgan. Buni shunday qilib ustun o'raverdik alkofon bilan. Bilinmaydigan go'zal holatda chiqdi bu ham. Xo'sh, bemalol murojaat qila olasizlar. Xizmatdamiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Qo'llab-quvvatinglar. Xudo xolasa bundan ham go'zal videolar chiqarib boramiz. Hammanglarga rahmat kattakon. Alkofon bo'lgan buni eshigini.